Hozir O'zbekistonda yurganlarda juda boshqacha miyasida raqamlar o'ynaydi-da. Kuniga $100 topish mumkin deydi Koreyada, to'g'rimi? Bunday o'ylab qarasangiz to'g'ri. Kuniga $100 topish imkoniyati bor, yo'q emas. Oyiga $3000 chiqarish kerak yoki $200 tashlab yubor, senga pul emas-ku, 2 kunda topasan-ku deb o'ylaydi. Shu vaziyatga qanaqa qaraysiz? Misol student bola Koreyada yursa, oyiga nechta pul topa olishi mumkin real hayotda yoki nechta pul chiqara olishi mumkin? Hop, student holatida pul chiqara olishga qaraydigan bo'lsak, endi o'zining kontraktlari ham bor baribir, o'zining xarajatlari bor. Realni qaraydigan bo'lsak, menimcha bir oyiga bir 500 lar jo'natilsa kerak. 500 ming ham juda qiyin-da. Ming ham juda qiyin. Ming ham juda qiyin. 500 jo'natib ham qiynalib qolishi ham mumkin. Har oy 500 jo'natish ham oson emas baribir. Chunki ko'pchilik ota-onalar ham misol uchun hozir tushunishni xohlamayapti-da. Misol bolasi bilmayman, rahmi kelmaydi deb o'ylayman bir xil payt. Bosim ko'p, chunki birinchidan O'zbekistondan qarz olib Koreyaga yetib kelgan, xayolida qarzda 2 oyda to'lab yuboraman degan narsa bo'ladi. Ya'ni miyasida hisob kitobi bo'yicha kuniga $100 topsam, bir oyda 30 kun ishlayman deb o'ylaydi, men bilmayman. $3000 topadigan bo'lsam, yarmini jo'natsam ham $1,500 jo'nata olaman degan xayolda, bir yilda demak qarzlarimdan qutulib ketaman degan xayolda keladi-da. Student bola, lekin realni ko'pchilik bilan gaplashsa, masalan siz ham aytyapsiz, $500 jo'natsam bu katta pul o'zi. Aslida student jo'nata olishi $500. Даже o'shani jo'natmasdan o'ziga ishlatadigan bo'lsa, bu yerda o'qishlari yaxshilanadi o'zi aslida, lekin o'shandan ortqizib $500 chiqara olishi bu katta. $1000 chiqarsa o'sha ish o'qimayapti degani-da, bola, to'g'rimi? Pulni ishlayapti degani. Chunki $1000 ham hozir fonda qarasangiz 1,5 million.